Rahimjon Sabir Hoji, Sharq Turkiston Ozodlik tashkilotining rahbariy a'zosi, Sharq Turkiston Ozodlik inqilobining planlovchisi, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurg'uvchilarining biri, Ichki ishlar ministri, Qo'shimcha harbiy ishlar nazoratining naziri Rahimjon Sabir Hoji. 1906 yili G'uljidagi cho'ng savdogar ham ma'rifatlik oilalardan biri bo'lgan Sabir Hojining cho'ng o'g'li Nusrat oilasida dunyoga kelgan. Sabir Hoji G'uljidagi Sharq Turkiston bo'yicha tunilgan dongliq savdogar. Boy va g'ulliq oila bo'lib, uning Nusrat, Zayniddin, Axtamboy va Mas'ud qatorliq o'g'illari bo'lgan. Rahimjon cho'ng o'g'il Nusratning o'g'li shundaqla tarixda 3 apandilar deb atalgan. Apandilarning birinchisi bo'lgan Mas'ud Sabri Bayqo'zi, ya'ni 1887 yildan 1952 ning jiyani ham kuyog'li edi. Rahimjon Sabir Hoji kichikidan boshlabla shart sharoiti to'liq bo'lgan. Sabir Hojilar oilasining ma'rifatlik qo'ynida o'sib yetilgachga quyuq milliy ruh bilan nihoyat yaxshi tarbiyalangan. 1930-yillarning boshlarida Mas'ud Sabir Bayqo'zi qatorliq ilg'or ideyali kishilarning boshlamchiligida G'uljida barliqqa kelgan milliy oqartish va uyg'unish harakatlariga aktiv qatnashgan va muhim rollarni o'ynagan. Ziyo Samadi, ya'ni 1914-yildan 2000 o'zining istak va qimmat nomli aslamasida Rahimjon Sabir Hojining 1934-yili 9-martda qurilgan Ili viloyatlik Uyg'ur oqartish uyushmasining hay'at a'zolarining biri ekanligini tilga oldi. Sabir Hojilar oilasining ikkinchi o'g'li Zayniddinni ayoli va 22 yoshli o'g'li Rishad bilan qo'shib 1933-yili G'uljiga kirgan Sovet qizil askarlari o'z qo'rosida etib shahid qildi. Sabir Hojilar oilasining 3-o'g'li Axtamboyning o'g'illaridan Sirajiddin, Akbar va Abdul Azizlar 1937-yili Shinsay, ya'ni 1897dan 1970 ning turmusida o'ldirildi. Rahimjon Sabir Hoji bo'lsa, o'z oilasining jumladan Uyg'ur xalqining beshiga kelgan fojiali qismatlar bilan to'lgan zamonda yurigining cho'nqur qatlamlarida tajovuzchilarga qarshi cho'nqur o'chmanlik, qon qisos, cheksiz g'azab nafrat bilan o'sib yetildi. 1944-yili 4-oyda G'ulji shahrida tajovuzchi millatchi Xitoy, ya'ni Gomindanga qarshi maxfiy holda Sharqiy Turkiston Ozodlik tashkiloti ismli bir tashkilot qurildi. Bu tashkilotni qurg'uvchilar jami 12 kishi bo'lib, Rahimjon Sabir Hojimo tashkilot qurg'uvchi rahbariy a'zolarining birisi edi. Biz endi bu tashkilotning g'oya maqsadlari va tashkilot qurg'uvchilarining tafsilotini bilish uchun Xitoyning Yaponiyada turishliq Xitoyparaz tadqiqotchi Wang Ke tarafidan yozilib 2013-yili Hong Kong, ya'ni Shangangdagi Xitoy tili universiteti nashriyoti tarafidan nashr qilgan Sharqiy Turkistonning 1930-yili va 1940-yillardagi Mustaqillik harakati degan kitobga qisqacha ko'z atayli. Bu kitobda Sharqiy Turkiston tuprog'ida 1930-yildan 1940-yillarning oxirigacha bo'lgan araliqda qurilgan ikki qatimliq Sharqiy Turkiston Jumhuriyatlari ustida to'xtalib, Xitoy axborotlaridagi materiallarga asosan Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni idora qilishiga ilmiy asos yaratib berish uchun o'zining dastlabki ko'z qarashlarini bayon qilgan. Mazkur kitobning 5-babida Xitoydagi turkiy millat musulmon aholisining Sovet ittifoqining qo'llashida jihad qilishi degan mavzuda bayon qilinishicha 1945-yili 9-oyning 25-kuni Urumchidagi sobiq Amerika konsulxonasi Amerika davlat majlisiga, ya'ni Shinjongdagi to'polonning maqsadi degan mavzuda inglizcha doklad yo'llagan. Doklad Milliy ozodlik tashkiloti va biz nima uchun kurash qilamiz degan temalarni o'z ichiga olgan. Mazkur kitobda deyilishicha doklad asosliq tövandagi 3 nuqtadan tarkib topgan. Sharqiy Turkiston Ozodlik tashkiloti a'zolari: birinchi, Milliy ozodlik tashkilotini qurishning sababi; ikkinchi, Milliy ozodlik tashkilotining nishoni;
Üçüncü, keng xalq ammasının qatnashishini murojaat qilish. Dokladda tashkilotning qurilish sababi to'g'risida to'xtalib mundaq deyilgan. Birinchi, Sharq Turkiston bizning ana yurtimiz. Ikkinchi, bizning qarindoshlarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Dog'istondagi turkiy millatlar. Üçüncü, Xitay tajovuzchilari nurg'unlagan kishilarni o'ltirib, bu tuproqni Xinjiang va Xitoyning g'arbiy qismi qilib olgan. Ularga qarshilik bildirib, nurg'unlagan qarindoshlarimiz hayotidan ayrilgan. To'rtinchi, 1937 yildan boshlab Shinseyning bostirishida Xo'janiyaz Hoji, ya'ni 1889dan 1938 va Sharifxon qatorliq milliy rahbarlar o'ldirilgan. Beshinchi, Xitoy istilochilari mustamlikchisi Xinjiangga Xitoy va Dongbeylik ko'chmanlarni yetkazdi. Tashkilotning maqsadi bo'lsa, birinchi, Xitoy hukmdorligini yo'qotish. Ikkinchi, millatlarni barobar qilish. Uchinchi, demokratik hokimiyat qurish. To'rtinchi, yerlik amaldorlar saylam orqali saylanish. Beshinchi, millatlar ma'rifini taraqqiy qildirish. Altıncı, har qaysi millatlar madaniyat jamiyatlarini asliga keltirish. Yettinchi, saqchi tuzumini bekor qilish. Sakkizinchi, siyosiy erkinlikni amalilashtirish. To'qqizinchi, Sovet ittifoqi bilan do'stlik o'rnatish. 10-chi, bojni azaytish. 11-chi, diniy e'tiqod erkinlikka kapolatlik qilish. 12-chi, Xitoy ko'chmanlarini qo'g'lab chiqarish. 13-chi, dehqonchilikni taraqqiy qildirish. 14-chi, hasharni bekor qilish. Bu doklad 1945-yili 9-oyning 25-kuni Amerika Davlat Majlisiga yo'llangan. Bu dokladda yana mazkur tashkilot a'zolarining soni, ismi va ularning salohiyati tövandagidek yozilgan. Birinchi, Elixon To'ra, O'zbek. 30 necha yoshida Sovet ittifoqining O'rta Osiyo rayonidan Xinjiangga kelgan. Ta'siri kuchlik diniy o'lama. Ikkinchi, Abdukarim Abbasov, Uyg'ur. Sovet ittifoqida tug'ilgan. 20 necha yoshida oilasi bilan Xinjiangga qaytib kelgan. Uchinchi, Qosimjon Qambari, Uyg'ur, shoir. To'rtinchi, Mahmudjon Mahsum, ya'ni Uyg'ur. Sovet ittifoqida tug'ilgan. 10 necha yoshida oilasi bilan Xinjiangga ko'chib kelgan, ziyoli. Beshinchi, Jani Yo'ldashov, Uyg'ur. Sovet ittifoqida tug'ilgan. 20 necha yoshida oilasi bilan Xinjiangga qaytib kelgan. 6-chi, Rahimjon Sabir Hoji, Uyg'ur. Ilidagi cho'ng savdogar, kapitalist oilasidan. 7-chi, Abdurup Mahsum, Uyg'ur. O'lama, savdogar, kapitalist. 8-chi, Salman Salijon, O'zbek. Boy, Sovet ittifoqida tug'ilgan. Keyin Xinjiangga ko'chib kelgan. Cho'ng savdogar, kapitalist, zimindor. 9-chi, Zunun Toyif, Uyg'ur. Sovet ittifoqida tug'ilgan. Sovet fuqarosi, ziyoli. Uningdan boshqa tövandagi kishilarning millat tavalligiga savol belgisi qo'yilgan bo'lib, kelib chiqish aniq emas deyilgan. Bu kishilar 10-chi, Ömerjon, Uyg'ur. 11-chi, Muhmin, Uyg'ur. 12-chi, Nurdinbek, Uyg'ur. Yuqorqilar Vankingning kitobidagi Sharq Turkiston ozodlik tashkilotiga munosabatlik ma'lumotlar. 1944-yili Ili viloyatida Xitoyga qarshi Sharq Turkiston qurolliq inqilobi rasmiy boshlanadi. 1944-yili 11-oydan boshlab Rahimjon Sabir Hojining G'ulja Oltishuar mahallisidagi uyi Sharq Turkiston inqilobining vaqtliq qo'mondonlik shtabi qilinadi. Rahimjon Sabir Hojining inqilob mazgilidagi harbiy unvoni polkovnik edi. İnqilob qisqa vaqt ichida g'alaba qilib, 1944-yili 11-oyning 12-kuni Elixon To'ramning rahbarligida mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyati davlati quriladi. Elixon To'ram Sharq Turkiston Jumhuriyatining jumhur boshlig'i bo'ladi. Poytaxt G'ulji shahri bo'lib e'lon qilinadi. Jumhuriyat qurilgandan keyin Rahimjon Sabir Hoji Sharq Turkiston Jumhuriyatining ichki ishlar ministeri bo'lib tayinlanadi.
1945 yılı 8. ayda Şarkı Türkistan armiyasi g'albilari ilgirlab, Ürümchiga 140 kilometr keladigan Manas daryosining g'arbiy qirg'iqiga yetib kelgan hali qolg'ush paytda baştan tartib Şarkı Türkistan inqilobini qo'llagan qiyofatiga ko'ringan Sovet ittifoqi birdilla o'ttirg'i chiqib, Şarkı Türkistan hukumatini urushni to'xtatib, millatchi Xitoy bilan Ürümchida tinchlik suhbati o'tkazishga majburlaydi. Texi yengili qurilgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hukumati amalsiz qilib, davlat rahbarlaridan Rahimjon Sabir Hoji, Obul Xayri Töre ve Ahmetcan Qasimi, yani 1914 yıldan 1949 qatarlıq 3 vekilni millatchi Xitoy vakilleri bilan suhbat o'tkazish uchun Ürümchiga avatidi. Xitoy taraf bo'lsa, yuqori darajalik amaldorlari Jang Jijun, ya'ni 1890 dan 1969 boshchiligidagi vakillar o'mikini avatidi. İki taraf vakilleri uzunga so'zilgan marafoncha suhbat orqali oxiri 1946 yılı 1 ayning 2 kuni 11 moddalik tinchlik bitimga imzo qo'ydi. Shunda qilib 11 bitim imzolanib, o'lkilik birlashma hukumat qurilgandan keyin Rahimjon Sabir Hoji Ichki ishlar ministerining muavin nozir bo'ldi. 1947 yılı 8 ayda 11 bitim buzilgandan keyin G'uljiga qaytib harbiy ishlar nozirining noziri, suv ishlari nazorati qatorliq muhim rahbariy xizmatlarda bo'ldi. 1949 yılının ahiri Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Sovet ittifoqining bevosita yordam qilishi bilan Kommunist Xitoy, ya'ni Gongchandang tarafidan ishg'ol qilinadi. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Kommunist Xitoyning mustamlikasiga aylangandan keyin Rahimjon Sabir Hojining hayotidagi og'ir kunlar boshlanadi. 1951 yılı o Xitoy doiralari tarafidan pantürkist ve millatchi degan qalpoqlar bilan ayiblanib qo'lga ilinadi. 1954 yılı turmadan qo'yib berilib, nazorat ostida yashaydi. 1961dan 1962 yılı ilidagi necha 10 minglagan Uyg'ur aholilari Sovet ittifoqiga o'tib ketadi. Bu çağda nazorat ostida yashayotgan Rahimjon Sabir Hoji vatanidan ayrilishni rad qilib, yanala vatanda qilib qoladi. O 1958 yılı o'ngchi, ashaddiy yerlik millatchi deb ayiblanib, surgun qilindi. 1972 yılı ko'rash bilan o'zgartish harakatida qayta qo'lga ilinadi. Rahimjon Sabir Hoji Xitoyning turmusida inson chidog'isiz qiyin qistoq, ağır besim ve qattiq xo'rliqqa uchraydi. U bo'libmi hayotning oxirgi yillari o'zining ham vatanining taqdiriga qattiq ichingan hamda umidsizlik ichida yashagan. Sharqi Turkiston ozodlik tashkilotining rahbariy a'zosi, Sharqi Turkiston ozodlik inqilobining planlovchisi, Sharqi Turkiston Cumhuriyetining qurg'uvchilaridan biri, Ichki ishlar ministeri, qo'shimcha harbiy ishlar nazoratining noziri, rahmatlik Rahimjon Sabir Hoji 1973 yılı 11 ayning 21 kuni Xitoyning urgan qattiq tayoqlari zarbasida mingisiga qon tushib 67 yoshida ichinishli holda vafot bo'lgan. Hozir Rahimjon Sabir Hojining Turkiyaning Konya viloyatida yashayotgan Chechan xonim ismli bir qizi bor ekan.